Odam badani bu 2 yosh nuqtasidan keyin tuyuqsiz qerishga boshlaydi ekan. Stanford universitetining tadqiqoti qerishning asta jarayon emas, balki 44 va 60 yoshlarda tuyuqsiz tezlashadiganligini isbotladi. Olimlar milliardlagan molekularlik sonliq ma'lumotlarni analiz qilib, inson biologiyasida bu 2 yoshda radikal sakrash bo'lganligini bayqagan. 44 yosh atrofidagi birinchi to'lqinda may metabolizmi, teri va muskul to'qimalarida zo'r o'zgarish yuz berib, qerish sur'ati tuyuqsiz tezlashadi ekan. 60 yoshdagi ikkinchi to'lqinda bo'lsa, immunitet sistemasi, böbrek iqtidori va yurak-qon tomir sog'lomligiga aloqador xavflar tuyuqsiz o'rlaydi ekan. Bu ilmiy bayqash Alzheimer va so'zilma xarakterlik kasalliklar xavfining nima uchun dal mushu yoshlardan keyin keskin oshadiganligini tushuntirib berdi ekan. Bu halqiliq yosh nuqtalariga yetishdan burun yemek içmekni tangshash, ziyonli odatlardan voz kechish va cheniqishni ko'paytirish intayin zarur. Qerishni birla tuz siziqliq jarayon deb qaramay, bu 2 qitimliq tuyuqsiz sunish nuqtasiga oldin tayyorlik qilish salomatlik uchun kafolatdir.